Ikkinchi farzandimga to'qib bergan panamkamni ko'rib, uchinchi farzandim xafa bo'lib qoldi. Farzand tarbiyasida hech qachon bolalarni bir-biridan ajratish kerak emas deyshadi. Shu sabab ham men bolalarim hech qachon bir-biridan o'ksinmasin, ko'ngli qolmasin degan maqsadda ikkinchisini uchinchisidan ayirmagan holatda yana bitta panamka to'qish boshladim. Hozirgi psixologlar ham aytishadi, bolalarni yoshligidan birini yaxshi ko'rib ikkinchisiga e'tiborsiz qoldirish bularga juda katta travma bo'ladi. Kelajakda bolalarga asorat katta, asabiy, jizzaki bo'lib qolishi yoki hayotdan qiziqishlari so'nib borishi ham bolaga ta'sir qiladi deyishgan. Ota-onadan ko'proq e'tibor talab qilish, ota-onadan ko'proq mehr talab qilish har bitta farzandni haq huquqi deb hisoblayman. Shuning uchun men ham ikkinchi farzandimni, uchinchi farzandimdan bir-biridan qolmasin, bir-biridan ko'ngli qolmasin, kelajakda ularga travma bo'lmasin deb to'qib berdim. Bu to'qib berganim uchinchi farzandimga juda ham yoqdi. Hattoki videoga tushib berdi. Indamasdan shunaqa chiroyli harakatlar bilan tushib berdiki, bildim men uchinchi farzandimga bu to'qib berganim juda ham yoqdi. Sizlar ham farzandinglarga vaqtida e'tibor qaratasizlar, komment yozib ketinglar.